Aziz do'stlar, bugun 18-iyun 2026-yil O'zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi birinchi tarixiy uchrashuvini guvohiga aylandik va bizada pitomligimizdagi hozir rasteniyalarni sizlarga birma-bir tanishtirib, plus-minus narxlarni ham aytib ketishga harakat qilaman. Kuzatishda davom etinglar. Shu bilan birga like va podpiska tugmalarini albatta bosib qo'yinglar. Kommentariyada bu o'zinglarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol yozib ketsanglar, biz xursand bo'lamiz. Albatta javob beramiz savollarga. Demak, ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana katta hajmdagi hozir yozi bilan gullaydigan lagestremiyalarimiz, ya'ni indiskiy sirellarimiz shtampda. Bular $2,500 chiqadi atrofida, chunki shtampini ko'ryapsizlar, juda ham katta, bo'ylari baland va eng asosiysi qip-qizil rangda bo'ladi. Endi kichkinaroq kustarniklarimiz bu yerda mana nandinalarimiz Veshna Zeleniy kustarnik hisoblanadi. Bular ham Gulfstream sorti. Mana shunaqa qip-qizil bo'lib turadi yozda ham. Bular 400 ming atrofida bo'ladi. Yo'da sal kattaroqlari bor. Shu bilan birga abele gullarimiz bor. Ko'rishinglar mumkin. Ular ham Polo Veshna Zeleniy hisoblanadi. Ular ham 500 minglar atrofida chiqadi. Albatta sasnalarimiz, gorniy sasnalarimiz bor. Mana bunaqa kompaktniy, juda ham chiroyli, kichkinagina ko'ryapsizlar. Gorniy sasnalar, ya'ni o'sha tog' archalari. Bular 800 minglar narxda chiqadi. Bereskeletlarimiz albatta Veshna Zeleniy sap-sariq ottyenkani zo'r beradigan, quyoshda juda ham zo'r o'zini his qiladigan va shu bilan birga kashpo garsholaga ham bemalol ekib o'stirsanglar bo'ladigan Veshna Zeleniy kustarniklardan. Xuddi o'shani mana yashillari, bular ham 450 ming, 450 ming narxlarda chiqishi mumkin. Bu однотонный zeleный, bularni soyaga ham eksanglar bo'ladi. Fatiniya ko'chatlarimiz bor, mana ko'ryapsizlar, 1,5 metrdan balandroq chiqadi. Bulardan o'sha живой izgirtlar qilsanglar bo'ladi. 500 mingdan bular ham. O'sha yangi chiqadigan pobeklari juda ham qizil, chiroyli bo'lib chiqadi. Shu bilan birga kattaroq bo'lgan mana marhamat magnoliyalarni ko'rsanglar bo'ladi. Veshna Zeleniy magnoliyalarimiz $1000-1200 atrofida chiqadi. Shu bilan birga kichkinaroq hajmdagilari bor. Bular juda ham приемлемый narxda keldi, $250 dan. Shu bilan birga bu yoqda sharoobразный ko'rib turganlaringizdek o'simliklarimiz, Tuya Vostochная Aureya nano kompakti ko'chatlarimiz 2,2 dan. Nandina o'sha qip-qizil bo'lib turadigan ko'chatimizni kattaroq sharika ko'ryapsizlar. Bereskeletlarimiz bu yoqda ikki xil, sariq hamda bravo sortlari. Yam-yashil ottyenkali Benkamasaki Erekta bereskelet ko'chatlarimiz kattaroq hajmdagilari bor. Majvenliklar, mana katta hajmli majvenliklar ko'pchilik so'raydi. Tayyor hajmdagi ko'ryapsizlar, kattagina, объемный. O'sha stelishisi majvenliklar bular, katta hajmdagilari. Fatiniyalar, sharoobразнiylarni ko'rishinglar mumkin. Ilix eng bizda o'sha trendiy ko'chatga aylangan Ilix o'simligimizni mana shunaqa kichkinagina shar ko'rinishdigilari juda ham chiroyli, issiq, sovuq, quyoshli, salqin joylarda bemalol o'zini idealni ko'rsatadi. Shunaqa ko'chatlarimiz bor. Bu yerda mana piramida ko'rinishidagi bereskeletlarimiz. Archalarga e'tibor beringlar. Albatta hozir endi yoz faslida archaga uncha qiziqish kamroq bo'ladi, lekin qish faslida ko'ryapsizlar, mana shu eng trendiy archalarimiz. Hvoyalari yumshoqqina bo'ladi va qo'linglarga o'sha haqiqiy yangi yil atmosferasini beradigan archalarimiz bor. Undan tashqari kedr daraxtlarimiz va shu bilan birga Ilix ko'chatlarimizni piramida ko'rinishida formovka qilingan katta hajmdagilari bor. Bu yoqda grab o'simligimizni shpalera mana shunaqa kaseta ko'rinishidagilari bor. Juda ham ko'p olib kelib qo'yganmiz. Albatta bulardan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Zich takoy ограждениyalarni qilib bera oladi. Sasnalarimiz bu yoqda katta hajmdagi yam-yashil Bregion sortlari juda ham zo'r sortlar hisoblanadi. Rangini umuman o'zgartirmaydi. Qishda ham, yozda ham mana shunaqa salatoviy zeleniy bo'lib turadi. Juda ham chiroyli. Xuddi mana shu sasnalarimiz mana shtamp ko'rinishidagilarni ko'rishinglar mumkin. Mana yonida turganda odam bo'yidan sal pastroqda bo'ladi, yerga tushganda. Bular endi garshoshniy variantda ham kashpolarda juda ham chiroyli chiqadi. Sasnalarimiz bu yoqda larapetaliumlarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Kattagina shar shaklda formovka qilingan. Qip-qizil bo'lib, bahorda gullaydi, bardoviy takoy. Juda ham chiroyli, rozoviy, bardoviy aralash gullaydi, juda ham chiroyli va bular ham Veshna Zeleniy o'simliklardan hisoblanadi.
Endi u yog'iga dalcha yana boradigan bo'lsak, albatta o'simliklarimiz, assortimentlarimiz juda ham ko'p. Qaysi o'simlikni sizlarga ko'proq tanishtiraylik, ko'proq informatsiya beraylik, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Keyingi demak, rasteniyadan o'simliklarni ko'rsatishni keyingi videoga qoldiramiz. Botanik o'z doim xizmatinglarda.